Qurbaniyatliq ma dükkandagi barliq kiyimlarni bir yengil möktelaysiz. İşenmisal ma film jurakis oxirgi ko'ranglar. Adash tinchlikmi? Tinchlikmi? Yaxshi, mana bir taqib qo'yadish. Ma chaqalli qo'lni beranglar. Ma bir yang kiyim setish palet qantiq emas. Ma nurg'un qarashsiz bak yo'qdi-chi. Bak yaxshi paytlardan. Anoniki maqti meni qildi deb tanlashim udillam kelishib jigrablarmi shu qurbaniyatlar. Ma tushuntirib qo'ysanlarmi bir yillik kiyim setish paletini. Anoniki liqsilning yana bir yengil ko'ni aylantirishda birlik palet anlabatdi. Konini yangi aylantirdi. Shu paletlarni bir tushuntirib qo'yaman deb kaqilishmadi. Ma qurbaniyat hamda liqma damoji kelyapti emasmi? Xo'sh bayramga hamda shirkatdan bak bayramga qilgan palet bak yaxshi hamda. Bir yangi qilgan paletimiz endi do'kon xaridor kirib, nima setib olsa bir talmal setib olib qo'ygandan keyin ikkinchi bir tal bir narsani bir ko'g qilib ola oladi. Aldoqda men qilgan palet bak chiqqan narsamiz yo'q to'g'anda hamda. Men kappaq mig'ildim bir kappaq son deb hamda sizlarga tarafdan obdalam quloq xo'sh yoqdi-chi. Tushuntirib qo'yasizlar endi tafsilotda. Do'konga kirib oyoqlarning o'zlaring markasi bor ekan. Har qanday narsada boshqa marketga mallar yo'q. O'zimizning market. Qo'laman qaranglar mana oyoqlarga. Ondan keyin matrix ko'yindagi ishtallar deymiz qilib turayin time bak chiqa. Men kasanglar qilib bir to'plam chiqsizlar. Endi do'kondagi mallar hech qas qoldiq mal emas-chi. Biz bu açtık do'konni. Hammasi yangilik mallar. Ammo qo'sh bayramdan universitet shirkatda mo'yda yaxshi bir palet qilsak deb xaridor qo'llab qo'ygan ekan. Do'konda ham tashviqot qildi. Masalan, hozir do'kon xaridor kirib bir nima olsa bir tal bir narsa olgandan keyin ashning pulini oshirib o'tmay bir ko'y to'lab, ya'ni ishdan tanlovlarni nima tanlab olsa, bir tal bir narsa qilib, ikkinchi bir tal bir narsani bir ko'y qilib ola oladi. Tushundim. 300 ko'ylak mayada mol setib oldim. 300 ko'yga yana 300 ko'ylak kiyim so'rasam bo'lgan-ku, undan qolsa. Ishib ketgan qismi-chi? Ishib ketgan qismiga hamda qimmatroq bir tal kiyimni olgan bo'lsa, masalan, ashninga ikki tal bir narsa olsam bo'ldi, ikki ko'y to'lab-chi. Boshqa olgan narsani ishib ketmasa, ishib ketmagan holatda bo'lsa bo'ldi. Ana agar janda azroq ishib ketib qolgan bo'lsa, ishib ketgan qismini bizga to'lab bersa bo'ldi. Masalan, tavsiya bir tushuntirib qo'y. 300 ko'y mol setib oldinglar, undan keyin shu yana 300 ko'yga yetgandek mol setib olsanglar, faqat bir ko'ylam qo'shib ekansizlar. Biz jami 600 ko'yga yetgandek molni 300 ko'y setib oldinglar degan gap aytqanlar. Mollarni turmay tamak chiqarlar, tamishlar, kostyum deysizlar, ko'ylak deysizlar, hamma narsa to'liq. Sizningki foning almashtirishdan bir tushuntirib qo'yinglar. Buni qanday vaqtda qo'zg'atisizlar paletni, qanday talablar bor shuni bir tushuntirib qo'ysanglar. Endi u paletga yilda bir qatam o'tkazamiz, endi bilak do'konlarga qilmaydi, faqat bizning marketlar ham qilamiz. Endi u xaridor masalan u boshqa xaridor faqat nisholmaydi, bizdan kiyim olgan xaridorlar faqat nisholaydi. Masalan, bizdan burun olgan kiyimlar kiyib, ko'nrab, jitilib yoki kiygisi kelmas ular qilib qolsa, ash kiyimni bizga kelib burab, ash palet qilgan vaqtida qolgan narsaga maykaga cheklimi yo'q. Qolgan narsani bir tal tanlab olsa yerim bordi. Bir tal yerim almashtirib turadi. Qolama kiyim kelganda boy yigitni oldin o'ylashinglar, shunday nocha kiyimlari. Har xil kiyimlar bor. Ko'nning aylantirish paletini yilda bir qitim o'tkazgan. Nima kasanglarmish, yangi almashtirib qilib bergan. Masalan, bir tal oyog'ini ep keldinglar, o'zinglar kiyib atganmish boy yigitniki. Keyin bir tal ko'ylak almashtirasanglar bo'ldi, ishdan almashtirasanglar bo'ldi ekan, yoki kostyum almashtirib, ish bitgan qismi to'lsa bo'ldi. Mana allanlar shunday yaxshi holatda qollar. Bir yillik kiyim setish paleti necha kun bo'ladi? Mushbin chiqqan kundan boshlab 6-oydan 10gacha. 2025 6-oydan 10gacha bo'ldi. Uzrak qilmaymiz bular. Bo'ldi, adashmish. Yana uzrak qilmaysak bo'ldi. Qo'llarni pasma boy yigit kiyim kiygan shirkati Donvuja bilan qurbaniyatni tabriklash munosabati bilan 6-oydan 10gacha o ish kun qivatda tuqalamış film yo'llagandan boshlab bir yan kiyim kiygan paletda boshlanib ketmiş film ko'ga amal kasanglar bo'ldi. Qo'llarni pasma film yurakimiz atrofini tuqqanlar qo'llab qo'ysanlar, sir chiqadi, meni adresni kesib chiqay. Adash unasi bak yaxshi chiqqan pidaylarimiz kelgan ko'rib paketlar. Kelli ham qolsa. Maqildagi butun o'zimizning market ishlatgan forum pidaylar hamda material mahsulot chiqqan mallikda. Sap chiroyliqlar kelibdi-ku. Men tuqqanlar qarasanglar bo'ldi. Mana xonim qizlar pasanglar, erlaringga bir yo'llab qo'yinglar. Kelib o'zinglar tuyoq qizdan qo'shib qo'ysanlarmi tix yaxshi. Mana har xil tasvirlar kelibdi mana. Sir chiqadi, lobani telefonimni deb qo'yish, meni adresini kesib chiqay. Adash unas qulog'im basalma do'konga qanachimiz mulozimat sifatida chala chiqmaydi-ku. Qaddi xotirjam bo'lamiz. Sizlarni qolmaydigan. Xotirjam bo'lamiz. Bizirim xaridan rozi qilib yo'l solamiz. Bo'ldi adash. Nurg'un qanachimiz yoqtirib kelyapti-da. Napas telefon nomerini deb beranglar. Telefon nomerimiz 185 99 30 48 45. Endi qanday pasanglar? 185 99 30 48 45. Qolamış numar qo'yib aloqalasanglar bo'ldi yoki bevosita do'konga kelsanglar bo'ldi. Shu kiyim ilish to'g'riliq bu maslahat ham ochsanglarmi, bevosita telefon qilsanglar bo'lardi, tuqqanlar. Bu yana adres olsa qaloqlar ham shu yaqut kulgani aslo joylashgan boyigit kiyim kechaklari. Bir şey kelsanglar bo'ldi. Faoliyatni vaqtida bu film yo'llagandan boshlab 2025-yil 6-oydan 10-chi kuz qish bo'ldi. Unda pas bu film atrofida tuqqanlar qo'llab men qo'shib o'tmanlar. Men bosh piyaz.